Turkshunos olim Nasimxon Rahmon vafot etdi. Kecha 10 noyabr kuni O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, adabiyotshunos, filologiya fanlari doktori professor Nasimxon Rahmonov 73 yoshida vafot etdi. Bu haqida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi xabar berdi. Nasimxon Rahmon 1984-yili Kultegin yodnomasi 8-asr poetikasi nomli mavzuda nomzodlik, 1991-yil Orxun Enesey yozma yodgorliklari va turkiy eposlar munosabati mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan olim, 1993-yilda professor ilmiy unvonini olgan Nasimxon Rahmon shuningdek 2 kitobdan iborat Oltin yorug' asarini o'zbek tiliga tarjima qilib chop ettirgan. Nasimxon Rahmon Turkiyaning Yangi Turkiya strategik tadqiqotlar instituti mukofoti 2017, Ostona shahrida joylashgan Xalqaro Turkiya akademiyaning kumush medali 2018 hamda Qozog'iston Xalqlar assambleyasining oltin medali 2020 bilan taqdirlangan. Nasimxon Rahmonning toshga bitilgan kitoblar 1983, Inson ruhining sadosi 1986, Bitiklar olamida 1990, Turk xoqonligi 1993, O'zbekistonning ko'hna turk-run yozuvlari, madaniyatshunoslik kabi darslik qo'llanma majmua, monografiya hamda to'plamlari o'zbek adabiyotshunosligi hamda turkshunoslik rivojiga o'zining munosib hissasini qo'shgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi yo'lida ulkan xizmat ko'rsatgan tilshunos olim Baxtiyor Isabek O'rdabekli 80 yoshda olamdan o'tgan edi.